Assalomu alaykum tomosha qiluvchilar, qadrdonlar. Men Nishon va Saodat. Men ham qiziqishlarim bor. Qiziqgan narsalarimni sizlarga ko'rsatib bormoqchiman. Shuning uchun men ham o'rgandim videoga olishni, gapirishni. Hali yangiman. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Xatolarim bo'lsa kechiringlar oldindan. Hozircha Moskvadaman. Yaqinda O'zbekistonga boraman. Parrandaga qiziqaman, gullarga qiziqaman. Shuning uchun shularni ko'rsatib bormoqchiman men ham. Sizlar bilan yaxshi narsalarni bo'lishmoqchiman. Tomosha qilishni unutmang. Yoqmasa ko'rmang. Sizlarga iltimosim.